Gohida inson o'zini o'y hayoliga erkinlik beradi. Shunda uni ko'nglidan Alloh norozi bo'ladigan ishlar o'tadi. Ma'siyatni tasavvur qiladi va o'sha ma'siyatni qilayotganligini ko'z oldiga keltiradi. Allohdan uni uzoqlashtirib qo'yadigan amallarni o'ylay boshlaydi. Agar mana shunday holat o'zini oqimiga tashlab qo'yilsa, katta gumon bilan ana shu o'y hayollar amalga aylanib ketadi. Alloh azza va jalla bandaning hayoliga kelgan narsa uchun hisob-kitob qilmaydi, jazolamaydi. Bu aniq. Ko'nglimizdan, hayolimizdan o'tgan narsaga bizni Alloh taolo hisob-kitob qilmaydi. Ammo hozir aytyapmiz, agar banda o'yiga, hayoliga kelgan narsani o'z holiga tashab qo'ysa, gunoh, ma'siyat bo'lgan fikrlarni to'xtatmasa, jilovlamasa, bir kun kelib oyog'ini toyilib ketishi bor. Ana shu o'y fikrlar amalga aylanib ketishining xavfi bor. Ana shu katta gunohlarni qilib qo'ygan odamlar bor. Ular ham o'zi aslida mana shu gunohni qilishni xohlashmagan. Shunga kirib qolishdi, oyog'i toyilib ketdi. Nimaga? Hozir biz aytayotgandaqa o'y fikriga erkinlik bergan, o'sha qarash kerak bo'lmagan tomonga bir qarab qo'ygan, ikki og'iz hazillashib bir so'z otgan, tabassum qilgan, gaplashgan, va'dalashgan, uchrashgan, keyin fahsh bo'lgan. Demak, ana shu katta gunohlarga kirib qolganlarni shu gunohga tushib qolishligining asosiy sababi o'y hayoliga erk berishlik. Shuning uchun ehtiyot yuzasidan, taqvo yuzasidan o'y hayolingga erkinlik berma, birodar. Gunoh, ma'siyat haqida fikr qilma. Ha, bu o'y fikring uchun hisob-kitob qilinmaysan, ammo buning orqasida katta xatar bor. Vaqt o'tishi bilan ana shu o'ylaring sekin-astalik bilan amalga aylanib qolishi mumkin. Voqelikda ana shu ma'siyatga duch kelgan paytingda unga qarshi turgani zaiflashib qolasan. Insonni o'yidan, insonni qalbidan o'tadigan narsa 6 xil bo'ladi. Shundan 3tasiga gunohkor bo'lmaydi, qolgan 3tasiga gunohkor bo'ladi. Agar bir odam hayolida dindan chiqsammi deb o'yga borsa, dindan chiqib ketadimi, yo'qmi? Niyat qalbning ishi bo'lganligi uchun avvalo qalbda niyatgacha bo'lgan bosqichlar borligini bilib qo'yishimiz kerak. Qalbni biror narsaga qanday bog'lanish haqida Ibn Hajar rahimahulloh alayh Ibn Abi Jamradan quyidagi rivoyatni keltirgan. Qalbga keladigan narsalar quyidagi tartibda bo'ladi. 6 ta. Al-hammatu, birinchisi ko'ngilga kelish. Al-lammatu, ikkinchisi istek paydo bo'lish. Al-xotaratu, uchinchisi o'y fikr kelishi. Ko'ngilga kelish, istek paydo bo'lish, o'y fikr kelish. Bu 3taga gunohkor bo'lmaysiz, chunki buni siz nazorat qila olmaysiz. 4-inchisi an-niyatu, niyat qilish. 5-inchisi al-irodatu, qasd qilish. 6-inchisi al-azimatu, azmi qaror qilish. Mana bu 3tasiga gunohkor bo'lasiz endi. Ma'qulmi? Birinchi 3tasi ko'ngilga kelishi, istek paydo bo'lishi, o'y fikr kelishi, bu siz kontrol qila olmaysiz, nazorat qila olmaysiz buni. Unga gunohkor bo'lmaysiz. Ammo undan keyingi 3tasi niyat, qasd, azmi qarorga gunohkor bo'lasiz. O'shuning uchun boshidagi 3tani yo'q qilib qo'ying-da. Keyingi 3talikka yetmay qo'yarasiz. Auzu billahi minash shayton. Shayton nimalarni olib kelmaydi hayolingizga? Shunaqa bir noma'qul, umuman insonning tabiatiga to'g'ri kelmaydigan fikrlarni, o'ylarni olib kelgan paytda inson boshida bo'g'ib qo'ysa bu fikrlarni, keyin niyat qilmaydi, qasd qilmaydi, azmi qaror bo'lmaydi. Shuning uchun birodarlar, bunda oxirgi 3tasida gunohkor bo'ladi. Yana bir karra takrorlaymiz. Kim doim Allohni o'zining fikrida, o'yida tutsa, kuzatib turganini qalbi bilan his qilsa, bas Alloh unday bandani adashib ketishlikdan saqlaydi. Endi siz gunohni hayolingizga kelganda qaytarib tursangiz, oyoq qo'lingiz bilan gunoh qilmaysiz-da. Alloh azza va jalla ana shu gunoh ma'siyatni boshida hayolida yo'q qiladigan, Alloh taoloni doimiy suratda
kuzatib turganligini his qilib turadigan bandalardan bo'lishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Iymon yo'lidagi manzilatlarning eng muhimlaridan muroqaba manzilati. Agar inson Alloh uni kuzatib turganiga ishonchi komil bo'lsagina to'g'ri yo'lda davomiy turadi va mana shu bilan ikki dunyoda saodatli bo'ladi. O'zi bu darslarimizni avvalida aytganmiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga Jabroil alayhissalom notanish odam suratida kelib, islom haqida, iymon haqida, ihson haqida so'radi. Ihson nima deb so'raganida Rasululloh aytdilar: "Anta abudalloha ka annaka tarahu." Allohga xuddi uni ko'rib turganingdek ibodat qilishliging. Ihson shu. Ihson martabasi. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Garchi sen Allohni ko'ra olmasang ham, u seni ko'rib turadi. Mana shu muroqaba manzilati. Alloh meni doim kuzatib turadi. Har qanday holatda, har qanday sharoitda, qanday qadam bossam, qanday so'z aytsam, Alloh meni kuzatib turadi degan e'tiqod bo'lsa insonda va bu doimiy suratda qalbida, aqlida turadigan bo'lsa, inson saodat topmay iloji yo'q. Bugungi mavzuimiz muroqaba manzilati. Muroqaba Alloh seni doim kuzatib turishini his qilishing. Birinchi oyat. Astagfirullah. Wa'lamu anna Alloha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu anna Alloha g'afurun halim. Bilingizki, albatta Alloh ichingizdagi narsani biladi. Alloh ichingizdagi narsalarni biladi. Bas uning azobidan ehtiyot bo'ling. Ichingizda nima o'tayotgan bo'lsa, Alloh taolo bilib turadi. Va bu faqat Alloh taoloning qudratidagi narsa. Lekin ichingizdagi o'tayotgan narsani odam bolasi bilishi mumkin emas. Hatto kamera ham bilishi mumkin emas. Hatto diktafon bo'lsa gapirayotgan gapingizni yozayotgan, u ham bilishi mumkin emas. Ichingizdan nima o'tayotgan bo'lsa, Alloh taolo bilib turadi deydi. Mana shu ichingizdan o'tayotgan narsani ham Alloh bilib turadi degan shuur tursa, sizda muroqaba hissi bo'lsa, siz saodat topmay ilojingiz yo'q. Allohni har bitta narsani bilib turishini bilishing lozim bo'ladi, vojib bo'ladi. Agar shuni bilsang, Allohga osiy bo'lishdan ehtiyot bo'lasan. Alloh bilan bo'ladigan muomalamizdagi muvaffaqiyatni, yutuqni siri ayni mana shunda. Qaytaraman, Alloh bilan qilayotgan muomalamizda yutuqqa, muvaffaqiyatga erishishni xohlaydigan bo'lsak, uni siri shunda. Alloh meni doim ko'rib turadi, doim bilib turadi. Ikkinchi oyat. Astagfirullah. Va kana Allohu ala kulli shay'in raqiba. Alloh barcha narsa ustida kuzatib turguvchi bo'lgan zotdir. Hamma narsani Alloh taolo kuzatib turadi. Milliard daraxt bor yer yuzida. Va undan ham ko'proq barglari bor. Ana shu barglarning har bittasini tevaga ko'tarilib shabadada pastga tushishini, qaysi tomonga egilishini, qaysi tomonga qimillashini Alloh kuzatib turadi. Dengizda son sanoqsiz to'lqinlari qayoqqa ko'tarilib qayerga urildi, nechta ko'pik chiqdi, toshga borgani qancha, yetmasdan uchib qolgani qancha, buni ham kuzatib turadi. Sahroda siz bilan bizni kalkulyatorlarimizga sig'maydigan darajada katta miqdorda qum donalari bor. Bir qoshiq devzira guruchda 1200 dona bo'ladi. Xomi. Yo'q, guruch ko'zingizga ko'rinadi, qo'lingizga ushlab ko'rsangiz bo'ladi. Shu guruchdan 1200 ta yoki 1,5 ta sig'sa bir qoshiqqa. Endi bir qoshiq qum qancha bo'ladi sanog'i? 1 yil sanasangiz kerak pensiyatda olib. Lupani taqib olgansiz bitta, ikkita, shu domla aytib qo'ymagan ekan, shu bir qoshiq qumda ham qancha bo'lishini. Bir hovuch qumda qancha dona bor? Bir paqir qumda qancha dona bor? Zarra. Bir arava qumda qancha bor? Umringizni oxirigacha sanaysiz agar bir arava qum to'kib qo'ysa. Endi Sahroy kabirni ko'ryapsizmi? Sahara deydi. Ana shu qum donalarini har bittasi qayoqqa og'di, shabadada qayoqqa qimilladi, qumni yuzasi qanaqa formaga keldi? Har bittasini Alloh kuzatib turadigan qudrati bor. Endi sizni qilayotgan ishingiz, aytayotgan gapingiz, o'ylayotgan fikringizni kuzata olmaydimi, bilmaydimi Alloh?
Ana birodarlar, ihson martabasi nima edi? Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishing. Endi biz ko'ra olmaymiz Allohni bu dunyoda. Inshaalloh jannatda ko'ramiz. Ammo Alloh seni doim ko'rib turadi. Shuni esdan chiqarmasang, senga kamera nablюдениyaning ham keragi yo'q. Revizorni ham keragi yo'q, hech kimga keragi yo'q. Chunki qorovulning ichingda. Ma'qulmi? Agar kimdir kuzatuv ostida ekanligini bilib qoladigan bo'lsa, juda ham to'g'ri odam bo'lib qoladi. Aytadi-da, sen deydi, sen nazoratda ekansan, seni kuzatyapti ekan deydi. Bo'ldi, telefondagi gaplarini terib gapiradi. Ijtimoiy tarmoqqa yozayotgan narsalarni o'ylab qo'yib, o'ylab yozadi, o'ylab qadamini bosadi, qo'yinki juda ehtiyot ko'rib qoladi. Bu o'zingga o'xshagan odam seni kuzatayotganligini bilsang, kuzatuvda ekanman degan shuur bo'lsa, shuni ehtiyot ko'rib qolasan. Ha, u diktofon ishlamay qolishi mumkin, yozayotgan bo'lsa. Kamerasi o'chib qolgan bo'lishi mumkin, batareykasi o'chib. Qarang, ana shu kuzatuv qilayotgan taraf seni so'zingni yozib olishi mumkin. Kamera bo'lsa, harakatlaringni tasvirga olib qo'yishi mumkin, lekin u hech qachon qalbingdan nima o'tayotganligini bilmaydi. To'g'rimi? Ammo Alloh azza va jalla albatta biladi. Birodar, Alloh meni doim kuzatib turadi degan shuurni qalbingda doimiy turishi seni saodatli qiladi. Senga qarab turibdi, kuzatib turibdi, eshitib turibdi, qalbingga kelgan, xayolingdan har bitta o'tgan narsadan xabardor. Bu faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Va kana Allohu ala kulli shay'in raqiba. Alloh barcha narsani ustida kuzatib turguvchi bo'lgan zotdir. Faqat seni emas. Alloh taoloni kuzatishi faqat seni ustingda emas, butun mahluqotlarning ustida. Seni do'stingni ham kuzatayotgan Alloh, dushmaningni ham. Qushlarni ham, baliqlarni ham, parandalarni ham, darandalarni ham Alloh taolo kuzatib turadi. 3-oyat. Astagfirullah. Va huwa ma'akum aynama kuntum vallohu bima ta'maluna basir. U Alloh sizlar qayerda bo'lsangizlar, u sizlar bilan birgadir. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turguvchidir. Allohni biz bilan birgaligi qanaqa? Qayerda bo'lsanglar ham Alloh sizlar bilan birga deganda bu umumiy birgalik. Mo'min bilan ham, kofir bilan ham Alloh birga. Uni kuzatib turishi bilan, o'zini ilmi bilan. 4-oyat. Astagfirullah. Alam ya'lam bi annalloha yara. Albatta Alloh ko'rib turishini bilmaydimi? Alloh seni ko'rib turadi, kuzatib turadi. 5-oyat. Astagfirullah. Fa innaka bi ayunina. Zotan siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizdadirsiz. Ya'ni bizni hifzi himoyamizda, bizning kuzatuvimizda. Ya'ni men o'zim qarab turibman sizga degani. Men o'zim kuzatib turibman degani. Demak, inson Allohning nazarida uni ko'rib turadi. Yana bir ma'nosi uni kuzatib turadi, saqlab turadi. Masalan, bu bola otasini ko'zida deb qo'yadi. Bu talaba meni ko'zimda deb qo'yadi. Nima degani? Men o'zim qarab turibman. Men diqqat qilib turibman, nazorat qilib turibman. Bee'tibor qolgani yo'q. Qayerdaligini bilib turibman. 6-oyat. Ya'lamu xoinatal a'yuni va ma tukhfis sudur. Alloh ko'zlarning xiyonatini ham, dillar yashiradigan narsalarni ham biladi. Vey, mana shu muroqaba degan hisni o'zimizda paydo qilib olsak va bu doim tursa, bizdan yaxshi odam qolmaydi yer yuzida. Biz qachon gunohga qo'l uramiz? Qachon yolg'on gapiramiz? Qachon birovning haqqini yeymiz? Qachon namozga beparvo bo'lamiz? Qachon telefondan ko'zimizni uzolmaymiz fahsh chiqqanda? Alloh bizni kuzatib turganligini esdan chiqarib qo'yganimizda. Agar doim Alloh meni kuzatib turibdi degan his qalbimizda, aqlimizda, ongimizda tursa, undan tiyilishlik oddiy narsa. Demak, Alloh ko'zlarning xiyonatini ham biladi. Bironta maxluq ko'zingizni xiyonatini aniqlay olmaydi. Bu faqat Allohning qudratida. Shuning uchun doim aytamiz, agar bir erkak tabib
ayol bemorni ko'rishga to'g'ri kelib qolsa, shariat unga ruxsat beradi, faqatgina ana shu ayolning og'riyotgan a'zosiga qarashlikka. Tamom. Agar ko'zini qarashi mumkin bo'lmagan joyga qaratadigan bo'lsa, buni hech kim bilmaydi. O'zini aytayapti Alloh, ya'lamu xoinatal ayun. Ko'zlarning xiyonatini biladi va qalblar yashirgan narsani ham bilib turadi. 10-qavat. Katta shaharlarda bilasizlar, imoratlar 20 etaj, 30 etaj yonma-yon quriladi. 10-qavatda joylashgan xonangizda yolg'iz o'zingiz turibsiz. 10-qavatda. Derazani oldiga kelib qarasangiz, ro'paradagi uyni ichida 10-qavatda bir begona ayol kiyimini almashtiryapti. Sizni uni ko'rayotganligingizni hech kim bilmaydi. Hech kim ko'rmayapti. Shu yerda Alloh meni ko'rib turibdi degan, muroqaba degan hissiz bo'lsa, darrov pardani yopasiz yoki orqangizga qilasiz. Agar shu his bo'lmasa nima qilasiz? Lekin aniq bilasiz. Alloh sizni aniq ko'rib kuzatib turibdi. Nima qilasiz? Ko'zingizni tiyasizmi yo tikilib qarab turaverasizmi? Kameralar qo'yilgan, trenoshkalar qo'yilgan joyga borganda hamma 60 ga tushib oladi. Nimaga? Kuzatuv borda. Kamera yo'q bo'lsa, streshniga chiqib haydaydi. Nimaga? Muroqaba hissi yo'q. Oyatlar. Astagfirullah. Va alamu anna Alloha ya'lamu ma fi anfusikum faxtaruh. Va bilinglarki, Alloh taolo nafslaringizdagi narsani bilib turadi, ehtiyot bo'linglar. Va kana Allohu ala kulli shay'in raqiba. Va Alloh taolo har bitta narsani kuzatib turuvchi bo'lgan zot. Va huwa ma'akum aynama kuntum. Qayerda bo'lmanglar, Alloh sizlar bilan birga. Alam ya'lam bi anna Alloha yara. Axir Alloh uni ko'rib turganligini bilmaydimi? Fa innaka bi ayunina. Albatta siz bizning ko'z o'ngimizdadirsiz. Ya'lamu xoinatal ayuni va ma tukhfis sudur. Alloh ko'zlarning xiyonatini ham, qalblar yashirgan narsani ham biladi. Demak, bu oyatlar muroqaba mavzusini siz bilan bizga bayon qiladi. Bu oyatlarning ma'nolari siz bilan bizga muroqabada doim turishimizni da'vat qiladi. Muroqaba kuzatuv martabasi. Ya'ni Alloh taolo sizni kuzatib turganiga bo'lgan aniq ishonch. Siz bilan bizni qilayotgan amallarimizni zohiri bor, botini bor. Zohiri bu mana shu namozga yotib turayotganimiz, zohiri roza tutayotganimiz, zohiri hajga, umraga borayotganimiz. Endi bu insonlarning ko'ziga ko'rinadigan qismi bo'ladigan bo'lsa, endi insonlarning ko'ziga ko'rinmaydigan qismi bor. Bu botini deyiladi. Bu ixlos deyiladi. Bu muhabbat deyiladi. Agar ibodat muhabbat bilan qilinmasa, u faqat toatga aylanib qoladi. Ibodat muhabbat bilan qilinmasa, shu ibodatga muhabbat bo'lmasa, Allohga nisbatan qalbimizda muhabbat bo'lmasdan ibodat qilsak, bu ibodat deyilmaydi, bu toat deyiladi. Chunki inson yaxshi ko'rmagan holatda ham, xohlamasa ham, muhabbati yo'q bo'lsa ham itoat qiladi-da. Uchinchi fikr, tashqi ko'rinish va islom ruhi. Aytdik, islomning zohiri bor, botini bor. Mana shu amallarni ruhi bu Allohga bo'lgan muhabbat. Agar din muhabbatsiz bo'lsa, ruhsiz jasadga aylanib qoladi. Din ruhsiz jasadga aylanib qoladi. Muhabbat harakatlantiradi, aql boshqaradi. Sen aqling bilan o'zingni to'g'ri yo'lga, to'g'ri maqsadga boshlaysan. Ana shu aqling bilan o'zingni doim to'g'ri yo'lda tutasan. Ruhing harakatga keltiradi, aql boshqaradi. Ma'lumotlar, o'qigan kitoblarimiz, ilm ma'rifatimiz, saqofat. Bular har qancha chuqur o'rganmagin, agar yana qaytarib aytamiz, muhabbat bo'lmasa Allohga nisbatan, bu o'rgangan ilming quruq ma'lumotga aylanib qoladi. Quruq ma'lumotga aylanib qoladi. Chunki ana ba'zida ko'ramiz, o'qib turib shunaqa deydi. Shuncha narsani o'qib turib deydi, Qur'on yodlab turib, manchani qilib turib, degan ahvolini qara deydi. Demak, o'sha odamda muhabbat yo'q. Oqsoqollarni qarasangiz, o'zi to'rtta surani zo'rg'a biladi, lekin muhabbati bilan turadi. Yoshlar o'tirib olib taravih o'qiyotganda o'sha kattalar tikka turadi. Vaholanki o'tirib o'qishlik nafl namoz mumkin. Xususan taravihni o'tirib o'qish mumkin.
Muhabbati borligi uchun tikka turadi. Qaytarib aytamiz, qilayotgan amallarimiz muhabbat bilan qilinmasa, bu ruhsiz jasadga aylanib qoladi. Astagfirullah. Innal munafiqina yukhadi'una Alloh va huwa khadi'uhum. Munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Vaholanki Alloh ularni aldab qo'yadi. Va idza qamu ila solati qamu kusala. Munofiqlar namoz o'qigan. Qachoniki namozga tursalar, yalqovlik bilan turadilar. Yuraunan nas, odamlarga riyo qiladi. Va la yadhkurunalloha illa qalila. Allohni juda ham oz eslashadi. Namozga turganda yalqovlik qiladi. Xo'ja ko'rsinga riyoga o'qiydi va Allohni ko'p eslamaydi. Agar muhabbat bilan bo'lganda bu ishlarning bittasi bo'lmagan bo'lar edi. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron kathira. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p eslanglar dedi. Zikron kathira. Ko'p eslanglar, ko'p eslanglar. Iymon va muhabbat. Biz birodarlar, dinning asli bo'lgan narsalardan suhbat qilyapmiz. Dinning asli haqida, muhabbat haqida suhbat qilyapmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Sizlardan biringiz iymonli bo'lmaydi toki uning havoi nafsi men olib kelgan narsaga tobe bo'lmagunicha. Biz Rasululloh olib kelgan narsani yaxshi ko'rib, qabul qilib itoat qilishimiz bor. Rasululloh olib kelgan narsani yaxshi ko'rmasak ham majbur olib itoat qilishimiz bor. Ikkalasi ham daraja, lekin ikki xil daraja. Bittasi qilish kerak ekan edi, qilish kerak bo'pti, endi roza kelibdi, tutish kerak edi endi deb turib majbur tutadi. Kimdir alhamdulillah Ramazonga yetkizdi deb turib muhabbat bilan tutadi. U ham bitta daraja, bu ham bitta daraja. Agar biz o'zimizni qalbimizni taftish qilib, insof bilan qaraydigan bo'lsak, biz ko'pchiligimiz ibodat emas, itoat qilyapmiz desam, adashmasam kerak. Majburimizda. Hasharga aytdi, akangiz, ukangiz, majbur borasiz. Yo muhabbat bilan borasizmi? Chunki o'zimizni qalbimizni qanaqaligini bilyapmiz-da shu yerda. Palonchi kasal bo'pti, borib ko'rib qo'yaylik. Ikki xil munosabat bo'ladi. Muhabbat bilan boradi yoki majbur boradi. Majbur bo'lsa ham boryapti, rahmat. Ammo muhabbat bilan qilganida o'sha kasal ko'rgani borishlik unga huzur bag'ishlar edi. Hamma narsadan Alloh va Rasulini yaxshi ko'rishing lozim va lobud bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kayfa asbahta ya Umar?" Ey Umar, qanday tong ottirdingiz? Umar ibn Xattob javob berdi: "Vallohi ya Rasululloh, sizni onamdan ham, otamdan ham, oilamdan ham, farzandlarimdan ham hammadan ko'proq yaxshi ko'rgan holda tong ottirdim. Faqat o'zimni ko'proq yaxshi ko'raman baribir" dedi. Rasululloh: "Ey Umar, unday bo'lsa hali iymoningiz komil bo'lmabdi" dedilar. Shunda Umar ibn Xattob ozgina o'ylandi, bo'ldi. Endi sizni hammadan, hatto o'zimdan ham ko'proq yaxshi ko'raman dedi. Mana endi to'g'ri bo'ldilar Rasululloh. Biz Alloh va Rasulini hammadan ko'proq yaxshi ko'rishimiz kerak. Yaxshi ko'ryapman degan da'voyimiz rostligini belgisi, rostdan yaxshi ko'ryapsizmi Alloh va Rasulini belgisi, Alloh va Rasuli buyurgan ishni yaxshi ko'rib qilasiz. Tushunarlimi? Tasavvur qiling, do'koningizga siz qattiq hurmat qilgan bir katta bir olim, zamoningizda allomasi kirib keldi. Do'koningizga parvon olib ketasiz, a? Mana do'koningizga kirganda unga nisbatan qalbingizda muhabbatni borligini dalili parvona bo'lib ketasiz. O'tiring shayx, o'tiring, bu choy olib kelasiz, nima xizmat? Pulini olish xayolingizga ham kelmaydi. Erib ketasiz. Nima xizmat desa, xo'p deysiz, yo'q bo'lsa nariga do'kondan olib kelib berasiz. Olib borib beraman, hazrat, boravering, yetkazib beraman. Bitta haqimga duo qilib qo'yasiz deysiz. Demak, siz yaxshi ko'rsangiz, ana shu muqobil tarafni, uni xizmatini qilishlik sizga huzur bo'ladi, sizga rohat bo'ladi. Lillahil masalul a'la. Alloh va Rasulini shunday yaxshi ko'radigan bo'lsak, Alloh va Rasulini buyurgan ishi, siz bilan bizga aytgan ishini qilishlik bizga nima beradi? Ala la imana liman la mahabbata lah. Ogoh bo'linglar, deyaptilar Rasululloh, muhabbati yo'qning iymoni yo'q. Ogoh bo'linglar. Alloh va Rasuliga bo'lgan muhabbati yo'q odamning iymoni yo'q. Ya'ni iymoni komil emas degani.
Allohga haqiqiy muhabbati bor insonlar, muhabbat ahllari dunyo va oxirat sharafiga erishdi. Insonchi muhabbatli bo'lmay iloji yo'q. Chunki inson nima? Inson ikkita narsa: idrok qiladigan aql va yaxshi ko'radigan qalb. Inson albatta nimanidir yaxshi ko'radi. Ayolini yaxshi ko'radi, uyini yaxshi ko'radi, pulini yaxshi ko'radi, uyini yaxshi ko'radi, oshno'g'onlarni yaxshi ko'radi, yurtini yaxshi ko'radi, makonini, zamonini yaxshi ko'radi. Inson nimanidir yaxshi ko'radi, iloji yo'q. Endi mo'min esa qaraydi hayotga, fikr qiladi, anglaydi. Nimani anglaydi? Yer yuzida odamlar yaxshi ko'rayotgan hamma narsa foniy ekan. Kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zil jalali val ikrom. Yer yuzidagi hamma narsa foniy bo'ladi. Buyuklik va ulug'lik egasi bo'lgan Parvardigoringning yuzi qoladi. Allohdan boshqa hech narsa qolmas ekan. Shuning uchun yer yuzidagi narsalarga muhabbat qo'yishlik loyiq emas ekan. Men u narsalarga muhabbat qo'yishim to'g'ri emas ekan deydi-da, abadiy bo'lgan zotni Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'radi. Demak, inson yo abadiy bo'lgan narsani yaxshi ko'radi yoki foniy bo'lgan narsani yaxshi ko'radi. Banda vafot etdi. Qabrga qo'yishdi. Qabrida qolgan birinchi kecha. Qabrga qo'yishdi, odamlar ketishdi. Bir kun boshimizda bor shu. Shap turpoq tashlayotganini eshitib yotadi. Hammamiz boshimizda bor. Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, seni qoldirib ketishdi." Bu mayitni uyda birinchi kun mahzunlik, qayg'u, yig'i. 2 kun o'tgandan keyin sal esdan chiqishni boshlaydi. Bir hafta o'tgandan keyin bu mayitni odamlar sekin-sekin unutib, hamma o'zini ishi bilan ovora bo'lib ketadi. Bir oydan keyin boyagidek o'yin kulgi, valima, sayohat, mayit qabrda qolib ketdi. Alloh taolo aytayapti: "Ey bandam, seni qoldirib o'zlari ketishdi, tuproqqa berishdi. Agar sen bilan qolganda ham senga ularning foydasi tegmas edi. Endi sen uchun mendan boshqa hech kim yo'q. Endi sen uchun mendan boshqa hech kim yo'q. Men esa hech qachon o'lmaydigan al-haydirman. Nimani yaxshi ko'rgan bo'lsang, ey banda, qabrda yotgan banda, hamma narsa qoldi. Xotining ham, uying ham, vataning ham, yurting ham, zamoning ham, puling ham, mashinang, nima bor? Nimani yaxshi ko'rganding? Hammasi qoldi. Mana endi haqiqiy zot bilan yakkama-yakka qolding. Shuning uchun inson yaxshi ko'rmay iloji yo'q bir narsani. Inson yo abadiy bo'lgan narsani yaxshi ko'radi yoki foniy bo'lgan narsani yaxshi ko'radi. Shuning uchun aytamiz, muhabbat ahllari, Allohga oshiqlar ikki dunyoning sharafiga erishishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-mar'u ma'a man ahabba." Kishi qiyomatda kimlar bilan birga bo'ladi? O'zi yaxshi ko'rganlari bilan birga bo'ladi. Biz kimni yaxshi ko'ramiz? Biz Allohni yaxshi ko'ramiz. Biz Muhammad alayhisalomni yaxshi ko'ramiz. Biz sahobalarni yaxshi ko'ramiz, tobiinlarni yaxshi ko'ramiz, mo'minlarni yaxshi ko'ramiz. Va umid qilamiz mana shu muhabbatimizni sharofatidan shular bilan qiyomatda birga turishlikka. Garchi ular bilan birga turishlikka amallarimiz yetmasa ham, muhabbatimizni da'vosi bilan turishlikka umidimiz bor. Alloh taolo bandalarning hammasiga rizq ato qiladi. Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, zimmangda mening farzim bor. Mening zimmamda seni rizqing bor. Meni farzimda, ya'ni buyrug'imda xilof yo'l tutsang ham, rizqingni berishlikda men senga xilof qilmayman. Meni seni ustundagi haqqim farzlarimni bajarishing, shariatimni amal qilishing, shariatimga. Meni senga nisbatan ishim rizqingni berish. Endi sen meni haqqimni bermayotgan bo'lsang ham, rizqingni beraveraman" deb aytayapti. Nima unda kofirlar hammasi ochidan o'lib ketmayapti? Mana aytayapti. Agar ibodat qilmaganda Alloh ochidan o'ldiraversa, hamma majbur musulmon bo'lish kerak bo'lib qolarmidi? Sen banda kim bo'lishingdan qat'iy nazar yeb ichib yurasan, tijorat qilib pul topasan. Shuni o'zi Alloh seni yaxshi ko'rganligini belgisi emas. Sog'san, kuch-quvvating o'rnida, 3-4 chaqing bor. Bu Alloh seni yaxshi ko'rdi degani emas hali. Chunki
Qorunga juda ham katta boylik bergan. Kofir edi. Firavunga juda katta mulk saltanatni bergan. Men Xudoman degan edi. Dunyoni bu matohlari qo'lingda turishligi Alloh seni yaxshi ko'rganligini belgisi emas. Qaytarib aytaman. Dunyo matohini qo'lingda serob bo'lib turishi, taningni sog' bo'lishi, hayotingni zo'r bo'layotganligi Alloh seni yaxshi ko'rganligini belgisi emas. Birodarlar, qoidani bilib olaylik. Bir narsaki, Alloh bu narsani yaxshi ko'rgan bandasiga ham beryapti, yomon ko'rgan bandasiga ham beryapti. Yaxshi ko'rganga ham beryapti buni, yomon ko'rganga ham beryapti buni. Demak, shu narsa Allohning muhabbatini belgisi emas. Ma'qulmi? Xudoga yoqqani joy bor, shuning uchun zo'rasini katta bergan. Xudoga yoqqan joy bor, shuning uchun rizqini keng qilgan. Bu noto'g'ri gap. Nima, Iso alayhisalomni Alloh yomon ko'rganmi? Kambag'al edi. Muhammad alayhisalomni yomon ko'rganmi? Nauzubillah. Payg'ambarimiz faqir edi. Qachon biz mana o'lchov tushunchani tuzatamiz, shunda hayotimiz saodatli bo'ladi. Hayotdan maqsad boy, badolat bo'lish emas, maqsad Allohning rizosi. Endi boy bo'lib rozi qilasizmi Allohni, kambag'al bo'lib rozi qilasizmi? U Alloh taoloning yozgan nimasi peshonamizga? Rizqi. Lekin mana ikkita narsani o'lchov tushunchani to'g'ri qilaylik. Demak, Alloh taoloning in'omi, rahmati butun mahluqotlarga berilaveradi. Ammo muhabbati faqat mu'minlarga bo'ladi. Ya'ni Alloh taoloning rahmatidan kofirlar rizqini yeyapti. Alloh taoloning rahmati borligi uchun odamlarga mushriklar ham bola chaqali bo'lyapti, pul topyapti, hayotda yaxshi yashayapti. Rahmati hammaga bo'lyapti. Ammo muhabbati kimga bo'ladi faqat? Kimga bo'ladi? Alloh bilan bandaning o'rtasida bitta aloqa bor. Bu aloqa muhabbat deyiladi. Alloh bandalarga muhabbatli. Endi bandalar tomonidan ham xuddi shu narsa javob bo'lishi kerak. Bandalar ham Allohga muhabbatli bo'lsin. Sunnatda o'qigisi kelmay turgan paytda janamozda yuzda. Shunda keldingizda o'sha yerda tolashyapti. Takbir ayt deyapti bir tomoningiz. Sunnatda o'qi deyapti ikkinchi tomoningiz. Yo Alloh, sunnatni muhokama qiladigan darajaga tushib qoldik-a. Sunnatni o'qimaslikni muammo qiladigan davrga kelib qoldik. Mana yosh kattalardan so'raylar-da, namoz qanaqa o'qiladi desa, peshinda 4 rakat sunnat, 4 rakat farz, 2 rakat sunnat o'qiysan desa, tamom, qonun edi bu. Bittasini qoldirish mumkinligini bular so'ramagan ham. Sunnat u vopros masala-da u. Endi qanaqa zamonga kelib qoldik? Diniy bilimlar ko'paygandan keyin sunnat o'qish kerak emas degan narsani muhokama qilyapmiz. Qayerga kelib qoldik? Muhammad Avvoma rahimahulloh, mana zamonimizdagi eng kuchli muhaddislardan bir suhbatida Abu Hanifani himoya qilyotib aytdiki, men uyalyapman hozirgi holatimdan deydi. Nimaga desa, men Abu Hanifani himoya qilayotganimdan uyatyapman deydi. Ya'ni qaysi zamonga, qaysi davrga kelib qoldikki, Abu Hanifani himoya qilishga to'g'ri kelinyapti, birodarlar. Nima bo'pti? Abu Hanifa kim ekan? Abu Hanifami? Tobiin. Meni imomim tobiin. 6 ta yoki 7 ta sahobani ko'rgan. Biz sunnatni o'qimaslikni muhokama qiladigan davrga yetib keldik, birodarlar. Yig'lagin keladi odam. Abu Hanifani himoya qilish kerak bo'lgan zamonda yashayapmiz. Mazhab kerakmi, kerak emasmi degan masala ko'rilyapti. Yo Alloh, qaysi kunga kelib qoldik-a? Tavhid olimlari aytishadi. Allohning o'z bandalariga bo'lgan muhabbati hamma bandalarga bo'lgan umumiy rahmatdan ziyoda narsadir. Alloh o'zining bandalarga bergan muhabbati Alloh hamma bandalarga bergan umumiy rahmatdan ko'ra balandroq narsa. Sen pastkash, razil odamga ham rahming kelishi mumkin. Razil, tuban, pastkash odam. Yaxshi ko'rmaysan, ammo rahming kelishi mumkin. Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi mana fosiq, fojirlar, munofiqlarda. Lekin rahmi kelib rizqini berib qo'yapti. Alloh hammaga rizq beradi, hammaga rahim qiladi, ammo hammani yaxshi ko'rmaydi Alloh taolo. Dalil? Astagfirullah. Kullan numiddu haula'i va haula'i min ata'i robbik va ma kana ata'u robbika mahdura. Ey Muhammad alayhisalom, bu dunyoda odamlarning barchalariga, mana bu mu'minlarga ham, mana bu kofirlarga ham Parvardigoringizning ne'matidan ato eturmiz.
Parvardigoringizning ne'mati hech kimdan man qilinmas. Beraveradi. Ammo muhabbati mu'minlarga bo'ladi. Allohga muhabbatim bor deb qo'yish oson. Allohga muhabbatim bor deb da'vo qilishlik oson, lekin dalil so'raladi. Mana shu o'tirishimiz dalil. Ruhiy, nafsiy tarbiya darsini eshitamiz, Allohga bir muhabbatimiz ziyoda bo'lsin deb o'tirdinglar, mana shu o'tirishlar dalil bo'ladi. Amalda ko'rsating. Masalan, bir odam vafot etdi. Ertasi kuni bir odam keldida, meni otanglarda dedi farzandlariga 100 ming so'm pul bergandim, haqqim bor dedi. Bolalar berishdi. Ertasi kuni boshqa bir kishi kelib turib, meni otanglarda 1 million haqqim bor edi dedi. Buni ham shart berishadimi? Nima deydi? Dalil bormi deydi? Raspiskasi bormi? Yo bir 4 ta odam guvoh bo'lganmi? Qanaqa deydi? Yo so'rab kelsalar beraveradimi? So'rab kelganki odamga beraverishi aqldan bo'ladimi? Yo'q, dalil so'raladi. Xuddi shunga o'xshagandek, Allohga muhabbatim bor degan odamga nima deyiladi? Daliling bormi deyiladi. Astagfirullah. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum vallohu g'afurur rahim. Ey Muhammad alayhisalom, ummatlaringizga ayting, agar sizlar Allohni rosakamaga yaxshi ko'raman degan da'voinglar rost bo'lsa, rostdan Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga itoat qiling. Shunday deb ayting. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Rasulullohga ergashishlik Allohga bo'lgan muhabbatingizni dalili. Rasulullohga bo'lgan muhabbatingiz va itoatingiz ergashishligingiz Alloh sizni yaxshi ko'rishiga dalil bo'ladi.